Sudebnis, ya'ni sudlanganlikni olib tashlasa bo'ladimi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Sudlanganlik ikki xil usulda yakunlanadi. Birinchisi muddatning o'tishi bilan, ikkinchisi sudlanganlikning olib tashlanishi bilan. Tegishli muddatning o'tishi bo'yicha sudlanganlik holatining tugallanishi quyidagilardan iborat. Misol uchun sizga sud tomonidan majburiy jamoat ishlari tayinlangan bo'lsa, majburiy jamoat ishlarini o'tab chiqqan vaqtingizdan boshlab sudlanmagan hisoblanasiz. Shu kabi jarima jazosi tayinlangan bo'lsa, jarima jazosini to'laganingizdan keyin 1 yil o'tgandan so'ng siz sudlanmagan hisoblanasiz. Yoki axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan bo'lsa, ushbu axloq tuzatish ishlari jazosini o'tagan vaqtingizdan boshlab 1 yil vaqt o'tgan bo'lsa, siz sudlanmagan hisoblanasiz. Shuningdek, ozodlikni cheklash jazosi o'tilganidan keyin 2 yil vaqt o'tgach, siz sudlanmagan hisoblanasiz. Ana endi tabiiy savol tug'iladi. Ozodlikdan mahrum qilish jazosi, ya'ni qamalgan shaxslar uchun sudlanganlik muddati qanday tarzda yakunlanishi mumkin? Agar siz 5 yildan ko'p bo'lmagan muddatga qamalgan bo'lsangiz, tegishli jazoni o'tab chiqqan vaqtdan boshlab 4 yil o'tgandan so'ng siz sudlanmagan hisoblanasiz. Shuningdek, 5 yildan ortiq va 10 yildan ko'p bo'lmagan muddatga qamalgan bo'lsangiz, jazoni o'tab chiqqan vaqtingizdan boshlab 7 yil vaqt o'tgandan so'ng siz sudlanmagan hisoblanasiz. 10 yildan ortiq, biroq 15 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan bo'lsa, ushbu jazoni o'tab chiqqandan so'ng 10 yil muddat vaqt o'tgach siz sudlanmagan hisoblanasiz. Bularning barchasi muddatning o'tishi bilan bog'liq bo'lib, siz kimgadir murojaat qilishingiz shart emas. Ya'ni sudlanganlik muddati avtomatik tarzda yakun topadi. Ana endi sudlanganlik yakun topishining ikkinchi ko'rinishini ko'rib chiqamiz. 15 yil va undan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tab chiqqan shaxslar yoki o'ta xavfli retsidivistlar, agar ular jazoni o'tab chiqqandan keyin 15 yil mobaynida yangi jinoyat sodir etgan deb topilmasalar, sud ularni sudlanganlik muddatini olib tashlashi mumkin. Shuningdek, sudlanganlik afv etish yoki amnistiya akti asosida ham olib tashlanishi mumkin.